O'zbekistonda mashina qimmat, boshqa davlatlarda arzon deyotgan odamlar uchun mana bizani arzonchi bolalar kanalimizga zo'r Spark kelib qoldi. Kam yurgan xohlayotgan muxlislarimiz uchun bitta zo'r Spark sizlarga obzor qilib beraman. 2022-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Spark. Kraskasi kraskalari top-toza. Mashinani holatini ko'ryapsizlarmi? Kraskasi top-toza ekan. Zazorni ko'ryapsizlarmi? Bir tekis turibdi. Orqalarini ko'ryapsizlarmi? Bu yog'i ham bir tekis turibdi. Benzinda yurgan. Qaranglar mashinaning zo'rligini. Hozir sizlarga men salonni obzor qilib beraman. Sizlarga salonni ko'rsataman. Yangi chexol taqilgan. Poliklari bor ekan. Bu sedana abagreifli bo'ladi. Optimum Plus deyiladi. Xo'p, konditsionerlari, pechkalar, radiolar hamma yog'i bor, hamma yog'i ishlayapti. Tiniq holatda, hamma yog'i matov ekan. Yurgan masofasi ravno 60 ming yurgan ekan. Benzinda harakatlangan mexanika Sparkimiz rulni ko'ryapsizlarmi? Hali matov turibdi. Holat yomon emas, va shu zo'r ekan. Hozirgi holatda, hozirgi yillarda bunaqa 22-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Sparkimizni hozir topish juda ham qiyin. Egalarni aytish bo'yicha zapaskasi hali tushmagan deyaptilar. Yana o'zlari kelib, bemalol kraskasini ko'rib, petnosi ham yo'q deyaptilar. Arzonchi bolalarga kelib, ustidan olib kelib, bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Ballonlarga kelsak, ballonlar hali yeri o'yadigan darajada bo'lib turibdi. Hali yangi ekan ballonlari. Narxiga qiziqyapsizlarmi? Abzal bu Sparkimizni 7300 AQSh dollariga beraveramiz. Shoshilinglar, Spark qidirib yurgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Arzonchi bolalar kanalimizga bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.